Nega biz bir vagonlab suv ishlatishimiz kerak? Oldingdan oqqan suvni qadri yo'q, suv tekin degan iboralar on ostimizga singib ketgan. Suv haqini oldindan to'lab qo'yish kerak. Jo'mrakdan keladigan suvni narxini ko'tarib qo'ysangiz, borib 5 litrgina olib yoki 3 litrgina olib kelib, siz aytgandek transportini o'zi yuvadi. Moykaga ham olib bormaydi. U yoqda elektr toki uchun ham pul oladi. Oldingi kunda biz uyimiz oldilaridan ariqlar o'tadi. Uylar bu ariqlarni yopib yubordi hammasi. Suv qayerga ketadigan joyi yo'q. Ular bo'yicha qanday ishlar amalga oshiryapsizlar? Bugungi kunda nafaqat O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda, butun dunyoda suv masalasi global. 2 milliard aholi sanitar toza suv iste'mol qilmaydi. Keniyalik bitta ayol ro'zg'ori uchun kerak bo'ladigan suvni olib kelish uchun 32 kilometr masofa bosadi. Yuqorida sanab o'tgan aspektlar borki, biz suvga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo'lishimizni talab qiladi. Hozirgi kunga suv qayerdan kelib, qayerga chiqib ketadi? Biz bitta xonadonma-xonadon kirsak ham jismonan ulgurmaymiz. Hamma o'zi uchun asrasin suv. 100 yildan keyin qaysi holatga keladi? 5 metrdan 15 metrgacha yer osti suvlar zaxirasi pastga tushib ketgan. Bu fojia nafaqat suv zaxirasiga nisbatan, ekologiyani har bitta qatlamiga nisbatan ilmsiz yondashadigan bo'lsak, biz farzandlarimizni shu muammo bilan yakkama-yakka qoldiramiz. Qanday nazoratga olasizlar shu narsani? Suv ijtimoiy masala. Aka, tasavvur qiling, bitta domda biz masofadan turib domni o'chirib qo'ysak, u yerda kasali bor, bemori bor, hojatxona degan bizda bir kichkina xona bor, lekin uni suvni to'xtatib qo'ysangiz, u 2 soat 3 soatda portlab ketadi o'sha ko'p qavatli uylar. Assalomu alaykum. Bugun ko'rsatuvimiz mehmoni O'suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Akmal Murodov. Assalomu alaykum Akmal aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Bugungi kunda 2 milliarddan ortiq insonlar suvga ehtiyojlik sezadi. Shunga asosan O'zbekistonda ham suvni egasi kim? Shunga bir qisqacha to'xtalib o'tsangiz. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bugungi kunda nafaqat O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda, butun dunyoda suv masalasi global, kun tartibidagi aktual mavzulardan biri. Bu borada butun dunyo ahli, butun dunyo olimlari kecha-yu kunduz bosh qotirishyapti, lekin buni aniq yechimi yo'q. Yechimi faqatgina yechim bo'lganda ham o'sha muammoni uzoqlashtirish imkoni bor xolos. Bu aholini qurg'oqchilik kutishi, suv taqchilligi bo'lishi muqarrar. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, bugungi kunda 2 milliard aholi sanitar toza suv iste'mol qilmaydi. Ya'ni ular bet qo'lini yuvishga ham, iste'mol qilishga ham toza suvi yo'q ularni. Shunchaki suv manbasidan uzoq. Yoki yana bir fakt sizga, keniyalik bitta ayol ro'zg'ori uchun kerakli bo'ladigan, bir kunlik ehtiyoji uchun kerak bo'ladigan suvni olib kelish uchun 32 kilometr masofa bosadi. O'zini hayotini xavfga qo'yib. Va bunaqa misollarni minglab keltirishimiz mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tahlillariga ko'ra 2050-yilga borib Markaziy Osiyo aholisi 100 million kishi bo'ladi degan tahlillarni bildirgan va ular orasida o'zbeklar 50 millionni tashkil etadi. Endi tasavvur qiling, mana tomoshabinlarimiz ham bevosita bir fikr yuritsalar bo'ladi. Hammamiz bilamiz, geografiyadan o'tganmiz, yer sharini 70% suvlik, 30% quruqlik. Agar o'sha 70% ni 100% deb oladigan bo'lsak, bor yo'g'i 2,5% chuchuk suv, ya'ni iste'molga yaroqli suv. Uni ham 1,5% muzliklarimizda, o'sha shimoliy qutbda, janubiy qutbda, tog'lardagi muzliklarda qolgan 1%ni mana shu 8 milliardga yaqin aholi sirkulyatsiya davomida iste'mol qilib keladi. Endi tasavvur qiling, inson omili ortib boryapti, birinchi masala. Ikkinchisi, barcha ishlab chiqarish korxonalari deyarli 99% chuchuk suv manbalaridan foydalanadi. Ya'ni iste'molga yaroqli suv manbasidan foydalanadi. Uchinchisi, ekologiyamiz hamin qadar bo'lib boryapti. Borgan sari ekologik muhit, ekologik holat yomonlashib boryapti. Bu bevosita suv zaxiralariga ta'sir ko'rsatadi. Mana shu 3 ta sabab bois, masalan, odamlar aytishi mumkin, suv serob yoki masalan dengizlarda, okeanlarda suv bor, aylantirib o'sha sirkulyatsiya qilib yoki zanjir shaklida iste'mol qilaveramiz deyish mumkin. Lekin men yuqorida sanab o'tgan aspektlar borki, biz suvga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo'lishimizni talab qiladi. Davlat rahbari 2020-yilda suv ta'minoti korxonasini alohida yo'nalish qilib berdilar, alohida institut qilib berdilar farmon bilan. Ya'ni suv ta'minoti korxonasi aholiga ichimlik suvi yetkazib beradigan alohida institut bo'ladi. Endi bunda o'sha bu tizimga ajratilayotgan mablag'larning hisobdorligi bor. Ushbu yo'nalishda qilinayotgan ishlarning jamiyat oldida, xalq oldida va hukumat oldida hisobdorligi bor degan mazmunda alohida institut shakllandi. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, bugungi kunda suvning egasi kim deb. O'zi aslida keling soddaroq tilda tushuntirishga harakat qilaylik. O'zbekistonimizda turli manbalar bor. Yer osti manbalari, yer usti manbalari va hokazo.
yer usti manbalari, ya'ni daryolarimiz, kanallarimiz, ariqlarimizdan oqadigan suvlar uchun suv xo'jaligi vazirligi mas'ul. Yer osti suvlarimiz bor. Yer osti suvlarimizdan qazib chiqarib, uni ichimlikka yoki o'sha dehqonchilikka yoki tadbirkorlikka yo'naltirish uchun ruxsat olish O'zbek gidrogeologiya degan tashkilot bor. Tog'kon vazirligi huzurida qo'mita bor shunaqa. Ular mas'ul yer osti suvlarini monitoringi uchun. Endi yana bir yo'nalish bor, suv omborlari. Mana Chorvoq suv ombori, Kampirovod suv ombori, Kattaqo'rg'on suv ombori va ko'p bunaqa suv omborlarimiz, To'palang suv omborlari bor. Ularni suvini monitoringi, ya'ni ularni boshqarish, ularni raqamlarini yuritish bevosita O'zbek gidroenergiya degan tashkilot bor. Biz o'sha hududlarni yer osti, yer usti suv zaxiralariga qarab, suv ta'minot korxonasi ulardan suv olib, aholiga chuchuklashtirib beramiz. Endi yana bitta qiziq jihati, o'sha suvni iste'mol madaniyati, ya'ni ichimlik suvini nazarda tutyapman. Iste'mol madaniyati va to'lov madaniyatini nazorat qiladigan organ ham bor. Bu Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tarkibida suv va suvdan foydalanish inspeksiyasi bor. Ular bevosita o'sha suvdan to'g'ri foydalanyapsizmi, o'g'rincha foydalanyapsizmi, jazo turlari qanaqa, uni monitoring qilishadi. Mana suvni xo'jayinlari mana shular. Unda hozir 5 ta tashkilot bevosita suv bilan mashg'ul. Yer tagidagi suvlar. Hozirgi kunda yer tagi suvlarda masalan ayrim hududlarga uy-joy uchun yerlar ajratib berildi. Ularga ichimlik suv yetib bormagan yer tagidan suv olib ichishadi. Lekin hozir suvlar ham qisqarib borish arafasida. Masalan, bir eshitamiz 50 metr pastga tushib ketdi. Birinchi ko'chib kelganimizda 6-7 metrdan suv chiqardi. Keyin masalan 50 metr pastga tushdi. Hozirgi kunda qish paytlarida suv yana ham pastga tushib ketib, o'sha hududlarda 2-3 oylab suv bo'lmayapti. Endi mana shularda qanday qilib monitoring qiladi? O'sha aholini ogohlantirib beradigan tashkilot bormi? Ular qanchada kelib ogohlantiradi? 60% aholimiz qishloq hududlarida bevosita yashab umr guzaronlik qilishadi. Xohlaymizmi, yo'qmi? O'sha siz aytayotgan aspektlar bevosita shahar bozorlarini oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirishga ham sabab bo'ladi aslida. O'sha dehqonchilik, fermerchilik yoki o'sha tomorqachilik yo'nalishida faoliyat yuritayotganlar bevosita suv bilan bog'liq endi. 2023-yil davlat rahbari bir yig'ilishlarida 21 ta tuman shaharga moratoriy e'lon qildilar. U ham bo'lsa o'sha yer osti suv zaxiralaridan o'sha xo'jasizlarcha foydalangani uchun yoki noo'rin foydalangani uchun yoki o'sha tadbirkorlik qilaman, fermerlik qilaman yoki qo'shimcha mablag' topaman qabilida ilmsizlarcha faoliyat yuritgani uchun o'sha siz aytgan hududlarda 21 ta tuman shaharda 5 metrdan 15 metrgacha yer osti suvlar zaxirasi pastga tushib ketgan. Bu fojia. Bizni ilmsizligimiz tufayli biz o'zimizga o'zimiz jabr qilishni boshladik. Hali biz farzandlarimiz, nevaralarimizni qo'yib turaylik. Siz aytganingizdek shu kechayu kunduz deb pasayib boryapti va davom etyapti bu jarayon. Agar shu darajada suv zaxiralariga, nafaqat yer osti suv zaxirasiga, barcha tabiat ne'matlariga, ekologiyaga shunaqa munosabat qiladigan bo'lsak, ertamizni qanaqa ko'ramiz? Endi xo'p, ular nima qiladi deyapsiz? O'sha 23 ta tuman shaharga, 21 ta tuman shaharda prezident aytdilar, faqat ichimlik suvi uchun qaziladi quduqlar endi dedilar. Va jazo choralarini kuchaytirdilar. Bevosita O'zbek gidrogeologiya degan tashkilot bor. Masalan, siz deylik o'sha Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida yoki Dang'ara tumanida yoki Andijon viloyati Asaka tumanida tadbirkorlik yoki fermerlik qilmoqchisiz yoki tomorqa qilmoqchisiz. Suv yo'q, yer usti suv manbasi yo'q, siz yer ostidan qazib chiqarmoqchisiz. Siz gidrogeologiyani xulosasini olasiz borib, ruxsatini olibgina yer ostidan kovlaysiz. Agar ular o'sha davlat rahbari ta'kidlab o'tgan 21 ta tuman shahar ro'yxatida bo'lsa, u yerdan foydalana olmaysiz. Daraxt ekishdan oldin bunga qayerdan suv keladi degan savolni odam o'z-o'ziga berish kerak. Ko'r-ko'rona ham u daraxtni quritib, ham u daraxtni ekkandan keyin boshqa joydan o'g'rincha yoki o'sha yer ostidan mumkin bo'lmagan ichish uchun birlamchi vosita uchun kerak bo'lgan suvdan sug'orish bu ikki martalik xatoda. Bu hozir global jarayonlarda ekologik xatolarni kechiradigan davr emas hozir. Davlat rahbari
ma'lum bir viloyatga tashriflarida yoki xorijiy davlatga tashriflarida yoki bo'lmasam o'sha Birlashgan Millatlar eng yuqori minbarlarida turib ham birinchi navbatda ekologiyani aytadilar yoki o'sha suv zaxiralari bilan bog'liq muammoni aytadilar. Esingizda bo'lsa, Birlashgan Millatlar Tashkiloti assambleyasida shu oxirgi so'zlagan nutqlarida Orol dengizi ko'lini qurishini yillar kesimida suratlarda tasvirlab berdilar. Aytdilar, bu faqat O'zbekistonni, Markaziy Osiyoni muammosi emas, bu butun dunyoni muammosi. Orol dengizi ko'lida shunaqa u o'zi ko'l, bilamiz hammamiz. Orol dengizi ko'li aslida ko'l, lekin uni kattaligi jihatdan dengiz deb atashganda dunyoda 3-mi 4-chi o'rinda turgan hajmi jihatdan va u bir qancha infrastrukturani bevosita zanjiri sifatida faoliyat yuritgan. Orol dengizimizni qurishiga sabab ham aslida bizni ilmsizligimiz. Yerlarni o'zlashtiramiz deb o'sha cho'l hududlariga Amudaryo va Sirdaryodan keladigan suvlarimizni yo'naltirganmiz. Natijada butun boshli Markaziy Osiyoni ekotizimini buzib qo'yganmiz. Biz mana shunaqa ilmsizlarcha yondashadigan bo'lsak, nafaqat suv zaxirasiga nisbatan, ekologiyani har bitta qatlamiga nisbatan ilmsiz yondashadigan bo'lsak, muammolarga yanada yaqinlashamiz. Yanada farzandlarimizni emas, nevaralarimizni emas, farzandlarimizni o'sha muammo bilan yakkama-yakka qoldiramiz va qurolsiz qoldiramiz. Masala shunda. Kunda yana bir muammolardan biri ko'chalarda avtomoykalar. Masalan, mashina yuvish shoxobchalarida ichimlik suvidan foydalanadi, lekin juda ko'p miqdorda suv ishlatiladi. Ularda monitoring, u suvlar bilan ishlash jarayoni, ularda chistki o'zini qayta ishlash suvi. Dubayda bir chelik suv bilan 3 ta 4 ta mashinani yuvishdi. Bizda nima shu narsani qilishning imkoni yo'q? To'g'ri savol. O'zi dunyoni bironta davlatida ichimlik suv bilan transport vositasi yuvilmaydi. O'zi dunyoni bironta davlatida gilam yuvilmaydi, tarvuzlar ho'llatib qo'yilmaydi. Nimagadir biz o'zida 20% suvgina shakllanib, qolgan 80% iste'mol suvimiz qo'shni davlatlarning tog'larida eriydigan muzliklari yoki yog'adigan qor yomg'irlari hisobida shakllanadigan joyda joylashib, biz shunaqa xo'jasizlarcha, shunaqa ilmsizlarcha yondashamizda. O'z qarang, tasavvur qiling, 100% bir yillik iste'molimizni bor yo'g'i 20%gina o'zimizda shakllanadi. U ham o'sha qor yomg'irlar yoqqani uchun yoki o'sha tog'larimizdagi muzliklar erigani uchun. Qolgan 80% qo'shni davlatlarimizni qor yomg'irlari yoki muzliklari erishidan shakllanadi. Ular ertalab uyg'onib, kayfiyati bo'lmasa suvni yopib qo'ysa, biz chorasiz qolamiz. Aynan suv masalasida biz chorasiz qolamiz. Qars ikki qo'ldan chiqadi deydi-ku, davlat, hukumat pul ajratib beryapti, sharoit qilib beryapti, suvni tilladan qimmat qadri bilan olib kelyapti-da, lekin bu yoqdan aks ta'sir bo'lishi kerak. Iste'mol madaniyatida juda oqsayapmiz. Shularni qanday nazoratga olasizlar shu narsani? Toshkent shaharda ichimlik suvi zaxirasidan foydalanishga ruxsat etilmagan har bir avto yuvish shoxobchasi texnik suvdan foydalanadi. Ya'ni gidrogeologiya xulosasi bilan va tegishli tartibda o'zi suv qazib chiqaradi va transport vositasini yuvib, yana o'sha suvni qayta ishlaydi. Ularga ichimlik suv tarmog'iga ulanib, yashirincha bir kunda 10 ta 15 ta mashina yuvib, nechidir milliard jarima, ya'ni shtraf to'lash ularga haliga ruscha aytganda невыгодно, ularga ma'qul emas. Ular Toshkent shahrida, demak, bilib oling, ichimlik suvdan foydalanilmaydi. Lekin respublikada ichimlik suvdan foydalanishga ruxsat etilgan va ularning tarifi boshqacha. Ya mayli tarif bo'lsa, o'zi suv kam. Bu suvda xotirasi bor dedi. Masalan, inson organizmini, masalan, miyamiz 80% suvdan iborat. Har bir ichgan suvimiz qaysi holatda ishlatgan bo'lsak, o'sha holatda biz qabul qilamiz. Xuddi shunday. Lekin uni baribir isrofi o'zimiz bo'ynimizga kelyapti-ku. To'g'ri. Yertagidan qazib olamiz, texnik suv bo'ladi, boshqa. Biz mana ko'ramiz, yertagidan qazib oldi. Baribir u suv yertaga kiradi. Uni qayta ishlashimiz yo'q. Masalan, hozirgi kunda qanchadir shoxobchalar ko'rsak, hech qaysisida suvni qayta ishlaydigan, baribir yana musrikaga, oqova suv ketyapti. Ya'ni oqova suv sizlar tashkilotlaringga boradi. Undagi xlor bor, har xil kimyoviy vositalar, yana o'zimiz yana qabul qilamiz. To'g'ri. O jarayonlarga qanday kurashamiz? Bu yerda hozir gap nafaqat o'sha tadbirkor, ya'ni avto yuvish shoxobchalari haqida kelyapti. Bizda tekstil korxonalari bor, qushxonalar bor, terini qayta ishlaydigan korxonalar bor. O'zi har bitta tashkilotda, har bitta ishlab chiqarish korxonasida lokal vosita bo'lish kerak. Ya'ni o'zidan chiqayotgan chiqindi suvlarni qayta ishlab, keyin kanalizatsiyaga yo'naltirish kerak.
Va bu narsa tadbirkorlarimizga nima deydi ruschasida дорогое удовольствие deydi, qimmat hashamatga aylanib qolganligi uchun ular siz aytgandek to'g'ridan to'g'ri oqizib borishadi. Va bizdagi o'sha oqova suvlarni qayta ishlaydigan inshootlarimizda ham ular to'liqligicha tozalanmaydi. Oqova suv, kanalizatsiya suvlarini qayta ishlaydigan inshootlarni ular ishdan chiqarib qo'yadi. O'sha kimyoviy vositalari va hokazo o'sha tarkibdagi talabga javob bermaydigan jihatlar. Qani u tadbirkorlar bilan ishlaydiganlar, biz xulosa chiqarib beraveramiz yoki inspeksiya jarima chorasini qo'llayveradi. Qachongacha tadbirkorlar jamiyatni yoki ekologiyani yoki xalqni zarari evaziga foyda ko'rish kerak. Tadbirkorlar ham shu O'zbekistonda yashaydi-ku, ular ham shu qo'ni-qo'shni, mahalladosh biz bilan yoki yurtdosh, qachonki qanaqadir jazo chorasi qo'llanilsagina to'xtashimiz kerak. Siz salarni ichiga kirsangiz, unaqa u darajada badbo'y hid yo'q. Uni atrofida 200 dan ortiq, xuddi men yuqorida ta'kidlab o'tgan kushxonalar, terini qayta ishlash korxonalari, tekstil korxonalari va hokazo ishlab chiqarish korxonalari o'rin olgan. Ular kanalizatsiya tarmog'iga suvni oqizishga ham, o'sha bizlar bilan beradigan shartnomasiga ham pul to'lagisi kelmay, salar kanalini o'ziga oqizishadi. Necha marta reyd tadbirlarida guvoh bo'lganmiz. Qayta shu jarayonlar takrorlanadi. Endi salar haqida gap borar ekan, aslida bu Toshkent tashqarisida bo'lgan, qurilgan payt. Endi aholining ko'pchiligi ko'paygani yoki urbanizatsiya darajasi shaharlanish nuqtai nazaridan u shahar ichiga kirib qoldi. Yaqinda Vazirlar Mahkamasini qarorida keltirib o'tilgan salarni Toshkent viloyatida aholi yashash punktidan uzoq hududda joylashtirish va bu yerda uni hajmini va ishlab chiqarish quvvatini yanada oshirish choralari ko'rilyapti. Yaqin orada Toshkent shahar aholisi bu balodan qutuladi degan umiddamiz. 2023-yil yoz oyida Qirg'iziston bilan Qozog'istonda suv taqchilligi kuzatildi va ular siz aytayotgan avtomoykalar, avto yuvish shoxobchalari va umumiy hammomlarga cheklovlar o'rnatdi. O'rtoqlar, bir oy, 2 oy umumiy hammomlar va avto yuvish shoxobchalarida faoliyatini cheklab qo'yamiz, sababi suv taqchil deyildi. Suvni boshida ular turibdi Otabek aka. Biz ulardan keladigan suvni hisobiga foydalanamiz o'sha suvdan. Lekin biz shu ishni qilmadik. Masalan, bitta avtomashinaga ishlatiladigan suvni hisobini chiqarib, men aytdim-ku, Dubayda ko'rganimizda bir chele bilan keldi, bir mashinani yuvib ketdi. Lekin biz bir vagonlab suv ishlatishimiz kerak. Har qanaqa vaziyatda ham o'sha suvdan noqonuniy foydalanish yoki suvni isrof qilish yoki behudaga sarflash nuqtai nazaridan ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, me'yoriy hujjat bor. Me'yoriy hujjat bo'yicha biz dalolatnoma tuzamiz, ya'ni akt tuzamiz. Siz noqonuniy foydalanyapsiz. Bitta mashina uchun 5 litr ishlatishingiz kerak, lekin siz 30 litr, 40 litr ishlatyapsiz degan biz xulosani beramiz. Jazo chorasi qo'llaydigan tashkilot emasmiz. Uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi huzurida suv va suvdan foydalanish inspeksiyasi bor. Ularga yo'naltiramiz. Ular keyin huquq-tartibot idoralarida tegishli tartibda o'sha jazo choralarini qo'llab berishadi. Arab davlatlarida suvga munosabat umuman boshqacha, chunki ularda suv zaxirasini o'zi yo'q. Ular dengiz suvini chuchuklashtirib, falon pulga olib iste'mol qilishadi va ularda texnik suv alohida. Bizda qiymati past narsani qadri ham past bo'ladi. Shu paytgacha suvni narxini, ichimlik suv narxini hech kim bilmagan yoki o'sha ariqdan oqayotgan suvni ham qiymatini hech kim bilmagan. O'sha uchun xalq orasida suv oldingdan oqqan suvni qadri yo'q, suv tekin degan iboralar ong-ostimizga singib ketgan. Mana shu uchun suvni qiymati pastligi uchun. Suvni qiymatini ko'tarsangizgina qadri oshadi. O'rta yoshli insonlar boshini silab, o'rtoq suv zaxirasi tugab boryapti. Oxir-oqibat yaxshilikka olib kelmaydi. Nevaralarimizga, evaralarimizga suv qolmaydi, O'zbekistonda suv qolmaydi degan bilan orqangizni o'girsangiz baribir o'sha ishni qiladi. Hozirgi kunga suv qayerdan kelib, qayerga chiqib ketadi? U qanday kelib o'zingga qaytib keladi degan savollarga javob bor. Yoshlar bilmaydi. Kelsa kattalar ham bilmaydi. Ekologiya hamma uchun kerak. Ichimlik suvi hammani o'zi uchun kerak. Ota-bobolarimiz paytida birorta jazo chorasi bo'lganmi? Qamalasan, shtrafing bor, o'sha jarimang bor yoki jazoga tortilasan degan ota-bobolarimiz paytida suvga tupurma, suvga supurma. Masalan, bizani bolaligimizda o'sha ariqlardan oqqan suvga non botirib berdik. Non botirib berdik, mevalarni chayib berdik. Hozir bolalaringiz, jiyanlaringiz ariqlarning oldiga yaqinlashsa, nariroq turib infeksiya yuqtirasan yoki tushib ketib qolsang, kasal bo'lib qolasan. Shunaqa deymiz. Bizda paytimizda vijdon ishi bo'lgan suvni asrab avaylash. Nima uchun biz endi har bitta biz suv ta'minot korxonasida 25,5 mingta ishchi xizmatchi bor. Endi O'zbekiston aholisi necha? 38 millionga yaqin. Biz bitta xonadon kirsak ham jismonan ulgurmaymiz. Hamma o'zi uchun asrasin suvni. Nima uchun suv ta'minot korxonasi uchun, nima uchun qanaqadir shtraflarni to'lamaslik uchun suvni asrash kerak.
Nima uchun ota-bobolarimiz, bugungi bobolarimiz, otalarimiz farzandiga, nevarasiga, keliniga o'tirg'izib gapirmaydi. Rakvinadan ishlataylik. Hozir ham aka, keling, mana shu suhbatimiz boshida aytmadim, O'zbekiston aholisining 80-9% markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Bu degani 2 kunda bir suv ichadimi, 3 kunda bir o'sha quvurdan, jo'mrakdan suv ichadimi, o'sha ham hisobga kiradi. 81% deylik. Hali 19% aholi buloqlardan, kachalkalardan yoki o'sha transport vositasi orqali zakaz qilib, olib o'sha yopiq hovuzlarni to'ldiradigan holatda suv iste'mol qiladi. 19% o'sha qora ko'zlarimiz biz bilan sizga o'xshab xuddi shunaqa komfort yashash huquqiga ega bo'lganlar. Bizni aybimiz, bizni mana shunaqa shu suvni sharillatib oqizib iste'mol qilishimiz o'shalarni uvoli aslida. Respublikada o'rtacha suv taqsimoti, suv me'yori bor. Bu o'sha 24 soat suv bilan ta'minlangan hududlarda 240-270 litrgacha kishi boshiga suv sarfi. Hududlarimizga suvni zaxirasi yetib borish darajasiga qarab, ta'minlanganlik darajasiga qarab 80 litrgacha bir kunda bir kishilik iste'mol me'yori. Hozir yana bitta savol qiziqtirdi. Mana hozir yangi urbanizatsiya, yangi shaharlar qurilyapti, yangi joylar qurilyapti. Masalan, o'sha hududlarda baribir ichimlik suvi kirib, baribir o'sha kanalizatsiyamizga o'sha ichimlik suvidan foydalanyapmiz, yuvinishga, hammasiga. Lekin ularga yana alohida, masalan, biz Koreyada, Yaponiyada ko'rsak, u yuvinish uchun, cho'milish uchun boshqa suv keladi. Shu ishlar ham texnik suvlarda amalga oshirsa bo'ladimi? Hozir shu ishlar amalga oshirilyaptimi yoki qaysi hududda boshlandi shu? To'g'ri, biz bu taklifni ham berganmiz, ya'ni suv ta'minot korxonasi o'sha yangi O'zbekiston massivlari qurilyapti yoki o'sha yangi citylar qurish juda bizga urfga kirdi. Yangi citylar qurilyapti. Masalan, har bitta viloyat markazlarida citylarimiz bor. Ko'z tegmasin, yirik katta inshootlarimiz, binolarimiz bor. To'g'ri, endi qarang, hozirgi yashayotgan shaharlarimizda butun boshli shaharni shundoq ko'tarib, bir kunda ichimlik suv tarmog'ini oldidan texnik suv tarmog'ini tortib kela olmaymiz. Bo'lmasa eskisi tursin. Mana yangisida biz takliflarni berdik. Endi har bitta qurilayotgan hududda ham, shaharlarda ham yer osti suv zaxiralari yo'q, afsuski. Endi yer usti suv zaxiralari ko'proq minerallarga to'yinganligi uchun u ichimlik suvga yaroqli. Asosan yer osti suvdan foydalaniladi texnik suv uchun. Chunki ularda mineralizatsiya ko'proq, haligi tuzlar, temir moddalari ko'proq yer ustiga nisbatan undan texnik suv sifatida foydalansa bo'ladi. Biz bu taklifni berdik va mutaxassislardan shunday javoblar oldik. Siz masalan yer ostidan suvni qazib chiqarib, texnik suv sifatida aholiga yetkazib berasiz va uni ham kanalizatsiya tarmog'iga yo'naladimi? U ham xuddi shunaqa tozalash bosqichlaridan o'tib, keyin o'sha qishloq xo'jaligiga yo'naltirib yuboramiz, o'sha ariq zovurlarga yo'naltiramiz. Undan ortiq sarf xarajat ketar ekan. Ichimlik suvini tozalab aholiga berganda nima uchun deng? Masalan, aytishingiz mumkin, dastavval qazib chiqarganda ichimlik suv tozalab beriladi, bu tozalanmay beriladi-ku deyishingiz mumkin. Lekin yer ostidan qazib chiqarilganimiz hisobiga elektr toki keladi. Masalan, biz ayrim hududlarda yer usti suv zaxiralaridan foydalansak, elektr ta'minoti u qadar bo'lmaydi. Yer ostidan birinchi navbatda har bitta yer ostidan suv chiqarishda quduqlardan foydalanamiz, ya'ni elektr tokidan foydalanamiz. Ikkinchidan, xohlaymizmi yo'qmi, u quvurlar o'sha ichimlik suv quvurlariga nisbatan tez yemiriladi. Chunki unda temir moddasi, xlor moddasi va boshqa yemirishga moyil bo'lgan moddalar ko'proq va u tez ishdan chiqadi. Mana hozir aytdingizki, hozir urbanizatsiya yangi shaharlarda qiymat oshib ketadi. Oshib ketsa ham baribir shundan boshlashimiz kerak-ku. Qaysidir shahar birinchi namunali bo'lishi kerak. Biz aynan o'sha aholi yashaydigan hududlarni qurish jarayonida, o'sha yangi shaharlarni, yangi citylarni qurish jarayonida biz taklif berganmiz. Masalan, ichimlik suv tarmoqlarini alohida, texnik suv kanallarni, yo'nalishlarini alohida qilaylik deb taklif berganmiz. Aholini bugungi kunda suv ta'minoti korxonasidan qarzdorligi 1 trillionga yaqin, 990 milliard so'm aholini qarzdorligi bor. Buni to'lash kerak. Siz bilan aytayotgan summamiz 1 trillion suv ta'minot korxonasi balansida bo'lganda biz hozir siz bilan 100% suvlashtirilgan haqida gaplashgan bo'lardik. Masala pulda aka. Shu yog'ini bermagan odam sizga qimmatlashgan tarifda beradi. Xonadoniga borib, iltimos suvni haqqini to'ladi. Masalan, svetda yoki tabiiy gazda masofadan turib o'chirish imkoni bor ularda. Lekin biz ichimlik suvda unaqa qila olmaymiz. Biz ogohlantirish xati beramiz. Suv haqqini oldindan to'lab qo'yish kerak. O'zi abonentni shu joyda aytib ketay, ikkita majburiyati bor. Biz har oyni 10-sanasiga qadar
oylik to'lovimizni oldindan peredoplata, ya'ni to'lov qilib borishimiz kerak. Har oyning 20sidan keyin, 20-sanasidan keyin счетчик показания deymiz, hisoblagich ko'rsatkichini suv ta'minot korxonasiga onlayn jo'natishimiz kerak, ya'ni kabinet orqali. Masalan, siz ham aytishingiz mumkin, xorijdagiday yoki gazda, svetga o'xshagan masofadan o'chirib qo'ysang bo'ladi-ku suvni, qarzingni yig'ishtirib olarding, keyin bu innovatsiyalarni kiritarding deyishingiz mumkin. Suv ijtimoiy masala. Aka, tasavvur qiling, bitta domda biz xonadonnikini qarzdorligini o'chira olmaymizda, chunki hisoblagich ichkarida bo'ladi. Biz masofadan turib domni o'chirib qo'ysak, tasavvur qiling, u yerda kasali bor, bemori bor, hojatxona degan bizda bir kichkina xona bor, lekin uni suvni to'xtatib qo'ysangiz, u 2 soat, 3 soatda portlab ketadi o'sha ko'p qavatli uylar. Biz unaqa qila olmaymiz. Eng arzon ne'mat bo'lgan suvni, ya'ni o'sha o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, inson organizmining 70% suv. O'zimiz bilan birga yuradigan ne'matni pulini to'lamaymiz. Ayrimlar aytadi, bilasizmi? Xudo bergan ne'matga ham pul to'laymizmi deydi. Baraka topkur, masalan, ariq suvini olib kelib bermayapmiz-ku, uni tozalashga davlatning puli ketyapti, odamlarning mehnati, vaqti ketyapti. Bu shuncha sarf xarajat havodan emas. O'rtacha hisoblaganda 1000 litr suv uchun O'zbekiston aholisi 2300 so'm pul to'laydi. 2300 so'm bilan siz do'konga kiring, necha litr suv olasiz? Otabek aka? Yarim litr. Yarim litr. Biz 1000 litr suv beramiz. Jo'mrakdan 1000 litr suv ichadi aholi. O'shani ham pulini vaqtida to'lamaydiganlar bor. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, qishloq xo'jaligida biza masalan 1 yillik suv sarfimizni 100% deb oladigan bo'lsak, biz 87-90% ni qishloq xo'jaligiga ishlatamiz. 4,5-4,5% ni ichimlik uchun ishlatamiz. O'sha yuqorida aytdik-ku, ona tashkilotlardan suvni olamiz deb. Qolgani baliqchilik bilan energiya ishlab chiqarishga ketadi qolgan suvlar. 87-90% suvni biz qishloq xo'jaligiga ishlatyapmiz. Nimaga chaqirib qishloq xo'jaligidagi o'sha islohotlarni, suvni tejash haqidagi munozaralarimizni birgalikda qilmaymiz? Davlat rahbari 2018-yilda me'yoriy hujjatga imzo chekkanlar. Tomchilatib sug'oringlar, yomg'irlatib sug'oringlar, suv isrofi qishloq xo'jaligida juda yuqori deb. Endi qarang, 2018-yil, hozir 2025-yil. Biz mana shuncha paytgacha mutaxassislarning aytishi bo'yicha 50% tomchilatib yomg'irlatib sug'orishga o'tibmizda. 7 yilda 50% ga erishgan bo'lsak, 5 yilda qolgan 50% ga ham erishishimiz kerak ekan. Hozir tomchilab sug'orishga o'tdik. O'tganimizdan keyin ayrim dalalarga borsin, mana o'zim qiziqib borib ko'rsangiz, u yerda turbalar sinib ketgan. U ham bitta masala. Ko'rdik bu narsalarda sinib ketgan o joylarda masalan suvlar yetib bormaydi, bir joyda yana ko'p ko'lbek bo'lib chiqib ketadi. Ular masalan nimaga sifatlisini qo'ymadinglar endi, narx baland. Narx baland 2-3 marta to'lash ham ularga qimmatli keladi. Nimaga biz haligi bitta yaxshi narsa qilishni o'rniga 3-4 marta haligi arzon narsadan foydalanamiz. Qishloq xo'jaligi uchun 2024-yil yanvardan boshlab suv solig'i joriy etildi. Ya'ni siz fermersiz, dehqonsiz suv ishlatyapsiz, suv xo'jaligi vazirligi bevosita sizga hujjat jo'natadi. Har 1000 litr suv uchun endi kvadraturasiga qaraydi, gektariga qarab hisoblab beradi. Nima ekkaningizga qarab. O'sha suvni pulini to'lashingiz kerak. Bilasizmi necha pul suv? 1 tonna suv uchun 100 so'm to'laysiz. Agar uni ham siz to'lash qobiliyatiga ega emasman desangiz, davlat subsidiya qilib beradi. Ko'ryapsizmi, men o'sha uchun jon kuydirayotganim o'sha tannarxga ta'sir qilish kerak, cho'ntakka ta'sir qilish kerak. Mayli meni yomon ko'rishsin yoki masalan o'sha fikrimni qabul qilishmasin, majburmiz shunga. Agar qishloq xo'jaligida o'sha 87% suvni keling 50%, 60% ga qisqartirsak, ichimlik suv zaxirasida muammo bo'lmaydi. 2024-yilda ariq zovurlarini betonlash natijasida 1 yillik suv sarfimiz 2,5 million metr kubga yetdi dedilar. 1 yillik O'zbekiston aholisini ichimlik suvi sarfi 2,2 million metr kub. Tasavvur qilyapsizmi? Ular mana shu 24-yilda ekonom qilgan o'sha ariq zovurlarini betonlash natijasida ekonom qilgan suvni biz 1 yillik ichimlikka ishlatamiz. Demak, shuncha yildan buyon shuncha suv ham isrof bo'lib kelgan bo'lgan aslida. Toshkent shahrida ariqlar ko'p, lekin suv hammasi kanalizatsiyaga yo'naltirib yuborilgan. Yomg'ir suvlari, qor suvlari. Shularga nima qilishimiz kerak? U mumkin emas. Kanalizatsiya faqat maishiy chiqindilar uchun, ya'ni o'sha xonadonimizdan chiqadigan, ro'zg'orimizdan chiqadigan chiqindilar uchun. Lekin hozir biz kanalizatsiya tarmog'ini axlat qutisi qilib qo'yganmiz. Har kuni har bitta inshootdan 2 tonna qattiq jism chiqadi. Tasavvur qilyapsizmi? Bolalar tagliklari, o'sha ho'l salfetkalar, lattalar, hayvonlarning ichak-chavoqlari va hokazo va tilga olib bo'lmaydigan narsalar. Har kuni 2 tonna o'zimiz ziyon qilyapmiz, xullas, o'zimiz qilyapmiz. Yapon olimi suvda vatan hissini uyg'otuvchi xotira borligini isbotlab bergan va Nobel mukofotini olgan.
to'g'ri bo'lsangiz o'sha hududni suvida chayilasiz, suv ichasiz va mudom o'sha yerda yashab keldingiz. Ham 10 yil yashadingiz, 15 yil, 5 yil yashadingiz. Ketdingiz boshqa bir hududga o'tib yashadingiz, lekin o'sha hududni sog'inchi sizga suv bilan kirgan bo'lgan ekan. Yapon olimi buni isbotlab bergan va Nobel mukofotini olgan. Biz suvga qanaqa munosabatda qilsak, ertaga suv bizga xuddi nafaqat suv, tabiat bizga shunaqa munosabat. Biz o'rganishlarimiz natijasida 1-sinfdan 4-sinfgacha suv haqida umumiy birlamchi ma'lumotlar bor ekan. Masalan, o'sha sirkulyatsiya bo'ladi, bulut yomg'irga aylanadi, yomg'ir yog'adi, yer shimib oladi, yana par bo'ladi. Shunaqa umumiy tushunchalar bor. Tishlarni stakan suvda chayish kerak, cho'milish kerak, ertalab yuvinish kerak, suv tozalik belgisi degan birlamchi tushuncha bor. Lekin 4-sinfdan 11-sinfgacha na tabiatshunoslikda, na bir ma'naviyat darslarida, na bir tarbiyaviy soatlarda suv haqida ma'lumot yo'q. Biz o'zimiz shu maktablarga kirsak, eng birinchi suvda oqib yotgan joyini hojatxonasidan kuzatamiz. Shu ularda maktablarda o'zi ham mas'ul aka, mas'ul bo'lish kerak. Yana aytaman sizga, 25,5 mingta suv ta'minot korxonasi bor. U bechoralar maktabga borsinmi, 37 millionlik aholini xonadonning eshigini taqillatsinmi, ular suvga advokat tashkilot emas. Ular o'sha qo'pol qilib aytganda, ichimlikka yaroqsiz suvni ichimlikka yaroqli qilib beradi. Yetkazib berish bilan mas'ul. Biz xizmat ko'rsatuvchi tashkilotmiz aka. Biz fabrika emas, zavod emas, yo masalan neft sotmaymiz, gaz sotmaymiz, oddiy suvni chuchuklantirib ichimlikka yaroqli qilib berganimiz uchun xizmat haqqi evaziga yashaydigan tashkilot bu aslida. Biz bilan siz hozir 4,2-4,5% ichimlik o'sha suv zaxirasidan foydalanadigan tashkilot sifatida gapiryapmiz-da. Bu yerda o'zingiz aytgandek 87-90% suvni ishlatayotgan tashkilot bir kelib, mana bunaqa qilyapmiz, mana bunaqa qilyapmiz desa chiroyliroq bo'ladi. Ya'ni bu tashkilotchi hozir biz qarang, hozir biz o'sha suvni jo'mragini yopib, bir stakan suv bilan tishingni yuv yoki 10 litr suv bilan emas, 5 litr suv bilan cho'milgin deganimiz bilan u yoqda 87% suv isrof bo'lyapti-ku. Hozirgi kunda global isish oqibatida O'zbekistonda qanday muammolar yana yuzaga keladi? O'sha yuqorida dunyo hamjamiyatidagi o'sha asosiy muammolarni sanab o'tdim men sizga. Inson omilining ortib borayotganligi birinchi navbatda o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham aytildi. Markaziy Osiyo aholisi 100 million bo'ladi, 50 millioni o'zbeklar bo'ladi dedi. Lekin bizning suv zaxiralarimiz o'zgarmaydi. Kamayib boryapti. Bu degani bundan keyin ham ichimlik umuman suv zaxiralari tanqis bo'lib boraveradi degani. Yokida biz asosiy suv ichadigan Paxtakor muzliklari bor. Qirg'iziston tog'larida yoki mana Toshkent viloyati hududidagi tog'larda Paxtakor muzliklari so'nggi 50 yil ichida 30% ga erib bo'ldi. U qayta tiklanishi juda qiyin. Agar tabiatda bir mehribonchiligi, yaratganning bir mehribonchiligi bilan qayta tiklansa, u 30%. Doimgidek har yili erib biz foydalanishimiz mumkin, lekin qayta tiklanmaydigan darajada 30% erib bo'lgan. Bizni suv muammosi kutishi aniq. Lekin biz o'sha aniq muammoni sal uzoqlashtirishimiz mumkin. U ham bo'lsa, iste'mol madaniyatini joyiga qo'yishimiz kerak. Faqat shu iste'mol o'zimizning xalqni asosiy xalqni ongini oshirishimiz kerak ekan. 20% suvigina, bu qo'rqitish emas, bu fakt. 20% suvigina o'zida shakllanadigan davlat uchun suvlarni asfaltga sepish, archalarga sepish, gilamlarga sepish. To'g'ri, masalan, arab davlatlari temirdan ko'ra suvni qadrli deb biladi. Borsin deydi, chang bo'lsa chang bo'lar, kir bo'lsa kir bo'lar temirim deydi. Biz qayta yuvamiz, yuvilgan transport vositasini, temirni qayta yuvamiz. Suvni qadrsiz qilib qo'yganmiz. Biz majburmiz suvni tariflarini ko'tarishga. Sababi elektr ta'minotida yaqinda tariflar o'zgaradi. Xabaringiz bor, 1-apreldan boshlab e'lonlar berib borilyapti. 1-apreldan boshlab tariflarga o'zgartirish kiritiladi va bu bevosita ichimlik suviga ham ta'sir qiladi. Sababi biz sizdan oladigan pulimizni qariyb 30%ni elektr ta'minotiga beramiz. Chunki biz yer ostidan suv qazib chiqaramiz. Yer ustidagi o'sha energiya tejamkor motorlarimiz, texnika vositalarimiz bo'lganda ham baribir energiya sarflaydi. 27-30% ni biz energiyaga beramiz. Baribir bizga ta'sir qiladi u. Yoki o'sha ingredientlarimiz bor. Suvni tozalaydigan achchiq toshlarimiz,
kalsiy xlor, natriy xlorlarimiz va hokazo vositalarimizni, kimyoviy elementlarni biz xorijdan olib kelamiz. Aksariyatini xorijda dollarlarning kursi yoki o'sha valyuta kursining o'zgarishini hamma telefonida sekundma-sekund qarab turadi. Uni valyutada olib kelgandan keyin bevosita ta'sir ko'rsatadi. So'nggi 7 yil ichida biz 20% ga oshirdik. Suv taqchilligi sharoitida bu juda katta siyosiy iroda. Bu davlat rahbarining boshchiligidagi qilinayotgan ish bu-da. Shunaqa qiyin vaziyatda ham biz plyusga qarab ketyapmiz degani. Shu kecha kunduzda 10 dan ortiq davlatdan qariyb 20 ga yaqin xalqaro moliya instituti O'zbekistonning suv siyosatiga ishonib pul beryapti. Ertaga men bu O'zbekistondan foydam bilan chiqib ketaman. Men bu berayotgan pulimni bular aniq ichimlik suvi iste'moliga yoki kanalizatsiya tarmog'idagi qurilishlarga ishlatadi deb ishonch bildiryapti. Bundan 7 yil oldin birorta tashkilot bermagan, bir tiyin bermagan aka. Yana bir misol, chet el davlatlarida yursak, har xil bog'larda, parklarda ichimlik suvi bor. Oldin biz bog'larda ham bo'lardi shu ichimlik suvlar. Hozir yo'q bo'lib ketdi. Shularni yana qayta tiklash yoki shular bo'yicha birorta ishlar amalga oshiriladi-mi, oshirilmaydimi? Endi bularni masalan har bitta obyektni o'sha istirohat bog'lari deymiz yoki ko'ngilochar bog'larda yoki o'sha kichik attraksionli hududlarimizda har bittasini o'zini ishlab chiqarish korxonasi, to есть o'sha faoliyat yuritadigan korxonasi bo'ladi. O'sha korxonasidan kelib chiqib ular o'zida o'sha fontan qilishi mumkin yoki kichik suv fontanchalari iste'mol uchun qilishi mumkin. U o'zlariga havola bevosita. Ya'ni suv ta'minot korxonasi tashkilotga ham, fuqaroga ham o'sha majburlanmaydi. Yo'q, iste'molchi sifatida qaraydi. O'sha bog'ning egalari o'zlari xohlasa qiladi, xohlasa qilmaydi. Juda qizg'in suhbat bo'lib o'tdi. Bugungi suhbatimizdan o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotni oldik. Shuni eng asosiy dolzarb mavzu insonlarning o'zi isrof qilmasligi. Xalqimizga bedavo berilib turgan ne'matni asrab avaylash ekan. Endi bu ko'rsatuvimizdan sizga qanday xulosaga keldingiz? Avvalambor bu Ekologiya vazirligi tarkibida bu platformani shakllantirganinglar bu yaxshi. Bu bevosita o'zingiz aytganingizdek faqat bitta suv yo'nalishida emas yoki suv ta'minot korxonasi bilan emas, bevosita qolgan ekologiya uchun mas'ul bo'lgan tashkilotlar uchun ham yaxshi maydon bo'libdi bu. Avvalambor rahmat taklif uchun va bundan keyingi shunaqa podkastlarda yoki shunaqa davra suhbatlarida kelishni men niyat qilaman. Otabek aka, chaqirsangiz labay deb javob beramiz albatta. Aholiga aytadigan gapim, masalan, inson tug'ilganida suvga chayiladi. Chaqaloqligimizda suvga chayilib o'ralamiz yoki inson umr bo'yi shu 70% suv, 80% suv bilan yashaydi va oxirida o'sha bandalikni bajo keltirayotgan paytda ham suvga chayilib keyin tuproqqa qo'yiladi. Suv shunchalik biz bilan qadrli, biz bilan hamnafas yuradigan vosita. Shu darajada qiymati balandda uni. Dunyo paydo bo'lishidan oldin suv paydo bo'lgan. Xuddi shunday. Suv nafaqat iste'molimiz uchun, chanqoqimizni qoldirish uchun, suv poklik ramzida nimaiki ish qilsak, yuvinsak, chayilsak poklanamizda va o'zimizni poklanganday his qilamiz. Suvga ishonamizda bu yog'i. Shunday qiymati baland narsani qadrsiz qilib qo'ymaylik azizlar. Men shuni iltimos qilib so'ragan bo'lardim. Va iste'mol madaniyatini, o'sha suvga bo'lgan munosabatni kardinal o'zgartirishimiz kerak, revolyutsion o'zgartirishimiz kerak. Hozir shu suhbatdan keyin birdan o'zgartirishimiz kerak. Bosqichma-bosqich emas, evolyutsion emas. Ertaga qilamanda, bugun sug'orib qo'ya qolay, bugun suvim bor-ku, haligi tomorqamni vodoprovod suvda sug'orib qo'yay, ertaga bir gap bo'ladi emas. Bugundan boshlasakkina qanaqadir natijaga erishamiz. Masala shunda, o'sha oldimizda turgan muammolarni uzoqlashtirgan bo'lamiz. Rahmat suhbat uchun. Yanagi ko'rsatuvlarda sizlarni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelgusi ishlaringga omad.